Assalomu alaykum uy kuzatuvchilari. Mana Qulpinozorimizga bugun keldik. Mana terimlar bo'lyapti. Bugun 2-iyun sanasi. Mana bu gullari, hosillari mana tabiiy holatda. Mana bular Yejevika ko'chatlarimiz. 12-noyabrda ekkanmiz mana shu Qulpino ko'chatlarida. O'shanda ham video qilganman. Kanalda kuzatsalaring ko'rasizlar. Mana Yejevikalarimiz ham mana tugayotibdi. Mana gullayapti, tugayapti. Mana bu tomonlari mana rang kirishni ham boshlagan Yejevika mevalarimizga. Mana shuni tomchi usulida qilganmiz. Mana hozir magazinga topshirish jarayoni ketyapti mana. Mevalar 2-iyundagi holatlari mana. Bu italyansk qora shahzoda navi. Agar kimgadir shu ko'chatdan kerak bo'lsa, xudo xolasa avgust oyidan sotuvini boshlaymiz ko'chatlarda. Tayyorlab beramiz. Mana gullari, mana g'o'ralari. Sanog'iga yetib bo'lmaydi mevalari. Mana Yejevikalarimiz. Uydagilar o'z pishishga kelib qoldi. Bu daladagilar jimda orqada ketyapti o'zi. Mana yana gullayapti debdi. Yana gullashga harakat qilyapti. Mana baglar tiydan g'unchalari chiqyapti. Agarda kimgadir Yejevika ko'chat, Qulpino ko'chat kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.